kunilsa yong'inlar ko'p baxtsiz hodisalar chiqishni boshlaydi. 60-70% shu elektr mahsulotlaridan chiqadi bu baxtsiz hodisalar. Avtomatlarni har nechta qisqa qo'shimchadan keyin almashtirish kerak bo'lgan haqidagi ma'lumotni men video tagida yozib qoldiraman. Albatta o'qitish juda ham foydali bo'ladi, kundalik hayotidagi kerak bo'ladi. Videoni ham saqlab olinglar. Jomidagi EK do'koni sizning bebaho bo'lgan hayotingizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida yengil olib kelib qo'yishdi. Bu Rossiyada ancha bo'lgan chiqqanidan O'zbekistonga yangi kirdi. Razmeri ham avtomatlar bilan bir xil. Bitta ichiga bitta qo'yib qo'ysa yetadi. Yong'in chiqqanda avtomatdan chiqqan yong'inni qisman bo'lsa ham o'chirib berishga vosita, o'chirib beruvchi vosita. Video tagida bu do'konni kontakt nomerini ham yozib qoldiraman. Narxi 650 ming so'm. Stoyitmi narxiga nima desalar fikringlarni yozib qoldiringlar. Ko'rishingiz mumkin, hammasi rossiyskiy elektr mahsulotlar bo'pti. Mayda detallar ham hammasi shu rossiyskiy. Agar ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da yaxshi kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun yaqin tanishdagi bu videoni jo'natib qo'yinglar. Shunaqa baxtsiz hodisalardan ogohlantirib qo'yinglar. Hammaga rahmat.